Homilador ayol ro'za tutishi mumkinmi? Albatta, agar homilador ayol sog'lom bo'lsa, hamma ko'rsatkichlari normada bo'lsa, bemalol ro'za tutishi mumkin. Lekin har bir ayol individual hisoblanadi. Agar homilador ayolni gemoglobini past bo'lsa, boshqa qo'shimcha somatik kasalliklari bo'lsa, oldingi homiladorligi va tug'ruqlari asoratli kechgan bo'lsa, bunda homilador ayol Ramazon oyida ro'za tutmasdan tug'ib bo'lgandan keyin ro'zasini tutib berish tavsiya etiladi. Yana bitta tavsiya, homilador ayol agar ro'za tutayotgan bo'lsa, suv ichish hamda sog'lom ovqatlanish rejimiga juda qat'iy e'tibor berish kerak. Ertalab bir piyolagina choy, kechqurun bir piyolagina choy va sifatsiz ovqat yeb ro'za tutgandan ko'ra ro'za tutmagani ma'qul bo'ladi. Chunki homilani sog'ligi sizni homiladorlik vaqtida qanday ovqat yeyishingizga, qanday suv ichishingizga juda ham bog'liq bo'ladi. Siz ro'za tutmoqchimisiz? Izohlarda yozib qoling.